Isroil davlatiga nimaga hech qaysi davlatning gapi o'tmayapti degan izohlar kelyapti. Men sizni bugun birozgina haqiqatlar bilan yuzlashtiraman, siz esa like va obuna bosib qo'ying. Dunyoda hozir eng texnologik davlat qaysi desam Amerika deysiz, lekin Amerikaning 330 million aholisi bor. Undan keyin qaysi desam Xitoy deysiz, lekin Xitoyda ham 1,5 milliard aholisi bor. Undan keyingi o'rinda qaysi davlatga beramiz desam eng tez rivojlanayotgan Isroil davlati deysiz. Lekin Isroilda atiga 9 million aholisi bor. Atiga 9 million aholisi bilan dunyoda eng tadbirkor davlat. Va hozirgi paytda Isroil davlatida 5500 dan ortiq startap texnologik kompaniyalar bor. Qarab turing, Isroil davlatining o'zi suyana oladigan yer osti boyligi, gaz va neftda hech balosi yo'q. Lekin ularda malakali kadrlar bor. O'sha malakali kadrlar orqasidan do'stlar, dunyoda texnologik kompaniyalarni ro'yxatga olgan Nasdaq fond birjasi bor. O'sha yerda Isroilga tegishli bo'lgan 100 ga yaqin texnologik kompaniyalar ro'yxatdan o'tgan. 2016-yilda Isroil davlatida Unix statusiga erishgan 10 ta kompaniya bor edi. Unix statusi nima degani? Qiymati 1 milliard dollardan oshadigan startap kompaniyalarga Unix statusi beriladi do'stlar. 2016-yilda atiga 10 ta edi. 2019-yilga borib esa 19 taga aylandi. 2021-2022 ga kelib esa 74 taga aylandi. Atiga 1 yil ichida qiymati 1 milliarddan oshadigan startap kompaniyalarning sanog'i 34 taga ko'paygan. Qarang, yana bitta qiziq ma'lumot aytaman. Eski Isroilda bosh vazirini qidirganimda denetdi. U odam dasturiy ta'minot bo'yicha tadbirkor bo'lgan ekan. Undan keyingi bosh vazirini qarasam, u ham rejissyor, ham kitob yozari, ham aktyor, ham jurnalist, 7 xil sohasi bor ekan bu odamda. Layr Lapidda. Qarang do'stlar, bu odamlar qabila o'yinini o'ynamayapti bizga o'xshab 70-80 vodiy 40-50-60 qilib. Ular birlashyapti, katta g'oyalarning orqasidan quvlayapti. Birlashgan Millatlar rivojlanganlik indeksiga qaraganimda 2023-yilda Isroil davlati 19-o'rinda edi. Bizning qardoshimiz bo'lgan Turkiya davlati 55-o'rinda edi. Shunga e'tibor bering. Hozir misol Shimoliy Koreya davlati unga atom bomba otaman, bunga atom bomba otaman degani bilan atiga 30 ta atom bombasi bor. Isroil davlatining esa 90 taga yaqin. Yana bir narsa eslataman. Isroil davlati askariy navbatda 15-o'rinda turadi. Dunyoni texnologiya bilan boshqaryapti. Siz bilgan ko'p mahsulotlarni Isroil ishlab chiqaradi. Biz qilyapmizmi shu narsalarni? Qilmayapmiz. Kecha jahlim chiqib bir ukamizga aytdim. Biz ham shunaqangi startap kompaniyalar qilishimiz kerak desam, "Mana aka, biz ham qilyapmiz. Zumrad degan. O'zingiz mahsulotingiz sotsangiz bo'ladi, sotib olsangiz bo'ladi. Hozir atirdan boshladik, lekin o'zimizning milliy mahsulotlarimizni qo'llab-quvvatlayman" deyapti. Lekin shunday fikrlaydigan, shunday startap kompaniyalar sanog'i 5000 tadan o'tish kerak bizda ham. Hozir sanasangiz 10 taga yaqin. Men sizlarga aytmoqchi bo'lganim, katta g'oyalarning orqasidan quvlaylar. O'shanda gapimiz o'tadi. Ikkinchi jahon urushida Germaniya davlati umumiy Yevropada ishlab chiqarilgan mahsulot